Assalomu alaykum. online.amirjahon.uz saytida bron qilishni ko'rib chiqyapmiz. Ro'yxatdan o'tish, panellarda loginsiz ko'rishlarda oldingi roligimizda aytib o'tdik. Hozir bron qilishga o'tadigan bo'lsak, ya'ni Xitoy, boshqa Tailand, Malayziyalarda ham qilsak bo'ladi hammasini. Faqat men hozir osonroq bo'lish uchun faqat Turkiyada Trabzon yoki Batumi, Rize, Trabzonda ko'rsatishim mumkin. Kirganingizda albatta sayohat davrini tanlashingiz kerak. Agar ruschaga qo'ygan bo'lsak, period путешествияni tanlashingiz kerak. Sayohat davrini tanlaysiz, xohlaganingizda sizga ma'qulini tanlaysiz. Narxlar har xil bo'lishi mumkin. Shunga e'tibor berasiz. Marriott Trabzon misol uchun mehmonxonani tanlasam, uchish vaqtlari ko'rinyapti. Har bitta odamga 2 kishilik xonada necha pul? Bu yerda single necha pul? Tushuntiradimi? Bu single bu. Bu 2 kishilik xona. Jami bo'lib 2+2 narxi necha pulligi ko'rinyapti. Xo'p. Hozir men 2 kishiga bron qiladigan bo'lsam, yo mayli, общий qilsam, mana bu yerda nettos ko'rinib turadi oldindan yoki bolalarga necha puldan bonus beryapti har bittasiga va kattalarga necha puldan bonus beryapti ko'rinadi. Programmani skript qilsangiz bo'ladi va bron qilishga o'tyapman. Login bilan kirgandagina bron qilasiz xolos. Bronda o'ng qo'lda nimalar ko'rinadi? O'ng qo'lda qaysi mehmonxonani bron qilyapsiz? Uchish qachon, qaytish qachon, uchish vaqtlari, yo'lovchilar, nechta katta bor, nechta bolalar bor, ularning narxi, общий и ichidan berayotgan komissiyasi jami va bizga to'lashingiz kerak bo'lgan summa ko'rsatilib o'tgan. Bron qilishda qo'lda to'ldirsangiz ham bo'ladi, ismi, familiyasi, tug'ilgan sanasi yoki mana shu ko'k knopkani bosib, hop, o'sha turistlarning pasportini qo'ysangiz bo'ladi. Pasporti JPEG formatda bo'lishi kerak. Pasport tanlaganingizdan keyin yashil knopka chiqadi. Yashil knopkani bosasiz, ozgina kutasiz. O'zi odatda agar pasportni yaxshi rasmga olingan bo'lsa, yaltirab qolmagan bo'lsa, hammasini to'g'ri, hamma ma'lumotni to'g'ri tushiradi. Lekin bir tekshirib ko'rasiz. Mana hozir menda bu yerda 2 ta 0 bo'lish kerak. Keyingisi yana xuddi shunday pasport tanlaysiz. Yana yashilni bosasiz, kutasiz. Keyingisini ham tez qilib qo'ysangiz bo'ladi. Agar pasport rasmga yaxshi olingan bo'lsa, mana bu yerda bu pasportda ozgina shu joyini noto'g'ri qo'yapti. Baribir tekshirib olsangiz yaxshi bo'ladi. Qolgan joylarni hamma yo'g'ini to'ldirib qo'yapti o'zidan o'zi. Yoshni ko'rsatadi bu yerda, necha yoshdaligini. Agar bola tanlagan bo'lsangiz, bron katta odamni qo'yib qo'ysangiz, brondan o'tmaydi. Xo'p, agar pasportni o'zgarayotgan bo'lsa, shuni bosib qo'yasiz, bo'ldi. Pasport seriyalariga kiritmaysiz. Pasportni eskisini ham yuklaysiz bo'laveradi. Faqat pasport seriyalarini kiritmasdan yopib qo'yasiz. O'shanda biz ham bilamizki, pasport o'zgarishini. Xo'p. Aytaylik. Yana qo'yib qo'ydim. Bu yerda hozir men 4 kishiga qilyapman. Pasport danlarini hammasini kiritib bo'ldim. Kiritib bo'lgandan keyin bular qanday double-dami, twin-dami, ya'ni ikkita katta haqida gap ketyapti. Yoki farqi yo'q, yoki o'zingiz xohlagan paytga nimalaringizni yozib qo'yasiz, tilaklarni. Shartnomani qabul qildim deb va tasdiqlashni bosasiz. Tasdiqlashni bosganingizdan keyin bron qabul bo'ldi deydi. Bron qabul bo'ladi. O'z-o'zidan bronga bizga ketgan bo'ladi. U siz bronni qayerdan ko'rasiz? Hozir keyingi rolikda bronni qaytdan обработка qilishda, invoice voucherlarni qaytdan skachat qilishda aytib o'tamiz.